Ma'lum, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi kamera pechkamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Turk qishlog'iga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Salohiddin nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1 metrli. Hamma o'zimizga borib o'rnatib yoqib beramiz. Sinchli uyga o'rnatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Sinchlida mana. Sinchlida bilasizlar. Orqa tomoni ozgina ko'proq, old tomoni ozgina kamroq. Mana 12 sm, 15 shunaqa ekan stenasi. Yakkasini ekan. Shunga o'rnatib yoqib berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Mana hozirgina yoqib sinadik, umuman tutamaydi. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Уже pechka qizib tayyor bo'ldi. Mana ko'zi sho'rvalab pishirsa bo'laveradi. Yoqib lovlat. Oldi ko'rinishi bu. 1 metrlarda ikkita duxovka bo'ladi. Oldida bitta, orqada bitta. Mo'ri zigzag chiqib ketgan. 2 marta aylanib chiqib ketgan. Hamma o'zimizga borib o'rnatib yoqib beramiz. Uyga sement qum, shiperdan chiqadigan bo'lsa, aziztir olib beradi. Qo'yanni borib o'rnatib yoqib beramiz. Sinchlarda bilasizlar, guvala paxsa bo'ladi. Pishganishdan olib qo'yishadi uydagilari. 50 ta 70 ta pishganish ketib qoladi. Tortishlari bitta baho berib qo'yasizlar. Tortish. Umuman tutun qaytarmaydi. Shamolda ham bemalol tutayapti, o'chir, eshikni och degan gaplarni unutadiganlar aloqaga chiqaverasizlar mana. Eshikni ochib qo'yib, kofeni ichib o'tiradiganlar aloqaga nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Oldi ko'rinish. Oldida bilasizlar, turbasi oldida bo'ladi, yechiladi, tozalashga udobli. Videoga bir dona like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lib, pechka qurdiradigan tanishlaringizga tashlab qo'yasizlar. Xizmatlar litsenziyalangan. Deydimi? Xudo xolasa zo'r.